Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala khayri khalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abbod ibn Bishr radhiyallohu anhu. Oysha onamiz radhiyallohu anha quyidagi so'zlarni aytadi. Ansorlarning ichida 3 kishi bor. Bu 3 kishining oldiga hech kim tusha olmaydi. Bular Sa'd ibn Mu'az, Usad ibn Huzayr va Abbod ibn Bishr. Abbod ibn Bishr Muhammadiya da'vati tarixida o'zgacha bir iz qoldirgan kishi. Abbod ibn Bishrni ibodatxonlarning orasidan qarasangiz, ularning eng peshqadam ekanligini ko'rasiz. Taqvodorlarning jumlasidan qidirsangiz, kunduzlari Qur'on tilovati, kechalari qiyomul layl bilan band ekanligini ko'rasiz. Jang maydonida ko'rsangiz, jang maydonida bu kishi eng qo'rqmas doiradagi jangchilardan edi. Viloyat, rahbariyat masalasida qarasangiz, musulmonlarning moli dunyosi ustida haqiqiy omonatdor kishi ekanligini topasiz. Oysha roziyallohu anha Ansorlarning ichidan 3 kishi bor. Bularning hammasi Bani Abdul Ashhal urug'idan, bularning oldiga sharaf jihatidan, hurmat e'tibor jihatdan hech bir kimsa tusha olmaydi. Bular Sa'd ibn Mu'az, Usad ibn Hudayr va Abbod ibn Bishr roziyallohu anhum. Madinada islom nuri taralishni boshlagan paytda yuzidan bir fahm farosat, shijoat va yoshlarga xos bo'lgan bir g'ayrat chaqnab turgan Abbod ibn Bishr 25 yoshga hali to'lmagan kishi edi. Yigit edi. Makkadan kelgan da'vatchi Mus'ab ibn Umayr Madina ko'chalarida yurib kishilarni islomga da'vat qilar ekan. Unga iymon keltirganlarning birinchilari qatorida Abbod ibn Bishr bo'ldi. Va bu ikki musulmon o'rtasida haqiqiy iymoniy birodarlik rishtalari bog'landi. Mus'ab ibn Umayr o'zini jozibador, mayin, shirin ovoz bilan Qur'onni tilovat qilar ekan, Abbod ibn Bishrning qalbida Allohning kalomiga bo'lgan muhabbat uyg'ondi va qalbining ich-ichidan Qur'onni o'ziga do'stlikka qasd qildi. Bu kishi Abbod ibn Bishr kunduzi, kechasi qat'iy nazar Qur'on tilovati bilan mashg'ul bo'lardiki, bu kishini sahobalar Qur'onning do'sti, Sodiqul Qur'on deb laqablab qo'yishgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlarda birida Oysha onamizning hujrasida o'tirar ekan, tahajjud namoziga turdida, masjidga, ya'ni Oysha onamizning hujrasi yaqin qurilgan edi. Abbod ibn Bishrni Qur'on tilovat qilayotganligini eshitdi-da, "Ey Oysha" dedi, "Bu ovoz Abbod ibn Bishrning ovozimi?" dedi. "Hay Rasululloh, Abbod ibn Bishr" deb javob berdi Oysha onamiz. Shunda Allohumma g'fir lahu, Parvardigoro uni gunohlarini kechirgin deb duo qilib qo'ydi g'aybdan. Musulmonga g'aybdan qilgan duosi albatta ijobat bo'ladi. Endi bu duo agar Rasululloh tomonidan qilinayotgan bo'lsa-chi? Rasulullohning shunday duosiga sazovor kishilar bo'lgan. Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan jamiki janglarda, jamiki o'rinda bir mashg'ulotlarda guvoh bo'ldi va har bir o'rinda bu kishi Qur'on ko'targan kishiga loyiq bo'ladigan sifatlarni o'zida ko'rsatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hijratning 4-yilida Zoturuqo g'azatidan qaytar ekan, musulmonlar qo'shini bilan bir vodiyda tushdi va shu joyda tunashlikni niyat qildi. Mana shu qo'shinning ichida musulmonlardan bir kishi mushriklarga hujum qilib, eri yo'q paytida bir ayolni asir olib ketib qoldi. U mushrik uyga qaytib kelganda ayolini topadi-da va Muhammadga ergashganlar bu ishni qilganligini eshitgandan keyin Lot va Uzzo xudolariga qasam ichib, Muhammadga ergashgan ashoblardan birortasini qonini to'ymasdan qaytmayman deb qasam ichdi. Musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtashlikni qasd qilgan vodiyga to'xtar ekan, tuyalarni cho'ktirishdi, yuklarini tushirishdi va Rasululloh bu kecha bizni kim qo'rg'laydi dedi. Mana hammamiz bilamiz, ikkita ko'zga jahannam o'ti harom degan Rasululloh. Bittasi yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'z yosh oqizgan ko'zga, ikkinchisi musulmonlarni uyqusini qo'riqlab jang maydonida uxlamagan bedor soqchi ko'zga deydi. Rasululloh shu savolni so'rayapti. Kim bugun bizni uyqumizni qo'riqlab chiqadi? Shunda Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu men deb o'rnidan turdi. Madinaga kelgan makkalik muhojirlarni madinaliklar bilan payg'ambarimiz birodar tushuntirib qo'ygan edi. Abbod ibn Bishr bilan Ammor ibn Yosirni birodar tushuntirib qo'ygan edi. Bu ikki birodar musulmonlarni qo'riqlashlikka
ana shu vodiydan bir balandroq bo'lgan joyga ko'tarilib, soqchilikka o'tirishdi. Abbod Bishr o'zini birodar Ammorga qarab turib, siz tunni avvalgi qismida uxlaysizmi yoki keyingi qismidami dedi. Ammor aytdi, men avval uxlab olay dedi, ikkinchi qismida dedi, men qo'riqchilik qilaman. Ammor ibn Yosir yotib uxladi, Abbod Bishr uzoqroqqa bordida, tun nihoyatda bir charog'on edi. Yulduzlar charaqlab chiqib turar edi. Daraxtlar, toshlar Alloh taoloning qudratiga tasbih aytib, uni poylab turar edi. Bu o'z-o'zidan Abbod ibn Bishrni ibodatga tortar edi. Qur'on tilovatiga oshiq bo'lgan Abbod bu o'rinda sabr qilib tura olmadi-da, namozga takbir bilan namozga kirdi. Bu mana shu ibodatni o'zi bilan ikkita rohat ketishardi. Bitta rohati Qur'on tilovati bo'lsa, ikkinchi rohati namozda turar edi. Ularni rohati, ularni dam olishligi uyqu bilan bo'lmagan edi. Ularning rohati, ularning charchog'ini yozadigan narsa, ularning huzur halovati ibodatda edi. Takbir aytib namozga kirdi va Kahf surasidan birinchi oyatlarni boshladi. Mana shunday bir ilohiy nurda cho'milib, rohatlanib, huzur olib turar ekan, mana shu vodiyga qarab, boyagi mushrik yomon niyat bilan sekin pisib berkinib kelar edi. Uzoqdan Abbodni tik turganligini ko'rdida, ha, Muhammad ashoblar bilan shu joyga to'xtatdi. Bu soqchisi bo'lsa kerak. Dedi-da, sekin bordi, orqa tomonidan keldi. Nayzani, kamonini ustiga o'qini qo'ydi-da, rosa bir tortib turib, Abbodga qarab uloqtirdi. Kamon to'g'ri kelib o'qi sayildi. Abbod namozini buzmadi. Nayzani qo'l bilan shunday sug'urib tashlaverdi, namozda davom etib turaverdi. Haligi odam otib xato qilmas edi. O'ziga ishonmadi-da, ikkinchi o'qni olib turib otdi. Yana kelib sayildi. Yana qo'li bilan sug'urib yubordi. Namozini buzmadi. Uchinchi kamonda otganda ham, uchinchisini ham sug'urdi-da, bir qancha vaqt namoz o'qigandan keyin kelib, Ammorga kelib, "Ey Ammor" dedi, "Yaralar meni holimni quritdi. Turyo'ngizdan" dedi. Abbod turdi-da, 3 ta yarasidan qon oqqanligini ko'rgandan subhanalloh, nimaga birinchi marta nayza sayilganda uyg'otmadingiz meni dedi. Aytdiki, agar dedi, Rasulullohning buyrug'iga osiy bo'lishdan qo'rqmaganimda, musulmonlar soqchisiz qolib qolishidan qo'rqmaganimda, o'lib qolsam ham namozimni buzmasdim dedi. Bularning rohati, bularning huzuri namoz bilan bo'lgan. Nayza sayilib tursa, surani oxiriga yetkazmasdan turib buzishlikni xohlamadim. Biz o'zimizni mana shu sahobalarni siyratiga, shamoiliga solib ko'raylik. Namozda turganda bir yerlarimiz qolib ketadi, uftortib olamiz, bir yerlarimiz qishib ketadi. Bu kishiga o'lim xatari turib nayza sayilsa, namozini buzgisi kelmayapti. Nimaga bulardan Alloh rozi bo'ldi deb aytiladi degan savol bo'lsa, shu bizga javob bo'lsa ajab emas. Ularning huzuri, halovati namoz bilan bo'lgan. Ammorda turganligini ko'rgan boyagi mushrik qochib ketdi. Bu kishilarning Qur'onga bo'lgan muhabbati mana shunday bo'lgan. Bu qissalarda o'qishdan maqsad nima? Bizga bular oniy namuna bo'lgan kishilar. Bizda Qur'onga bo'lgan muhabbat shundaymi? Yoki shuni kanaldan kanalga olasak, xaroba bo'layotgan bo'lsa boshqa kanalga yuboryapmizmi? Yoki bu ma'ruza bo'layotgan bo'lsa oxirigacha eshita olyapmizmi toqat qilib? Biz bilan ularning farqi mana shunda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu davrida Banu Hanifa qabilasidan Musaylama kazzob o'zini payg'ambarlik da'vosi bilan chiqdi. Va Abu Bakr Siddiq bu kazzoblarni shavkatini sindirishlik uchun, murtadlarni dinga qaytarishlik uchun qo'shin chiqardi. Va mana shu qo'shinning muqaddimasida Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu ham bor edi. Abbod mana shu jang maydonida musulmonlarga g'alaba osonlik bilan kelgandi yo'q. Go'yoki bu yerda muhojirlar ansorlarga tashlagandek, ansorlar muhojirlarga tashlagandek, sen sola men sola degan narsa paydo bo'lib qoldi. Bu narsadan Abbod juda bir qattiq iztirobga tushdi, qalbi yondi. Chunki musulmonlar o'rtasida birlik bo'lmay turgan paytda bu Musaylamani qo'shin ustida yengishlik nihoyatda bir mushkul ish edi. Mana shu o'rinda ikki toifadan bittasi bo'ladigan ishni hal qilishni o'zini qo'liga olishligi kerak edi. Haqiqiy sobirlar, haqiqiy mujohidlar Alloh taolo ajratib olishligi uchun. Ertaga hal qiladigan kun bo'lishidan burungi tunda
Abbod uxlaydi, tush ko'radi. Go'yoki tushida osmon eshiklari yorilib ochiladi, Abbod kirgandan keyin eshiklar orqasidan yopiladi. Ertalab turib Abu Said al-Xudri roziyallohu anhu ga tushini aytib beradi. Aytadi: "Vallohi innaha shahadatu la shahadatu ya Abu Said." Allohga qasam ey Abu Said, bu shahidlikning alomati dedi. Bu shahidlikning alomati dedi. Tong otdi. Ikki qo'shin bir-biriga hujum qildi va Abbod ibn Bishr mana shu hujum oldidan o'rnidan turdi, barab bir joyga ko'tarilib turib qilishini sug'urib: "Ey ansorlar, qilishlarni qinidan chiqaringlar. Islom sizlar tufayli mag'lub bo'lib qolmasin." Mana shu nidosini davomiy suratda takrorlab turaverdi. Ansorlardan 400 kishi uni qo'l ostiga jamlandi. Bularning ichida Sobit ibn Qays, Baro ibn Malik va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'lidan qilishni olgan Abu Dujona roziyallohu anhular bor edi. Bular qattiq bir hujum qilishdi. Abbod ibn Bishr safni birinchi qillarida bo'lib jang qildi va jang musulmonlarning g'alabasi bilan nihoyasiga yetgandan keyin ustida Abbod ibn Bishrning ustida juda ko'p jarohatlar bilan qonga belangan holda shahid holat jussasini topishdi. Uni tanib bo'lmasa jarohati ko'pligidan. Faqat barmoqlardagi ba'zi bir alomatlarga qarab turib, mana Abbod ibn Bishr ekan deb qo'yishdi. Chunki yuzini, boshqa a'zolarini ajratib olishlik darajasida qolmagan edi. Islom sizlar tufayli mag'lub bo'lib qolmasin deyapti. Shu so'zga e'tibor beraylik. Biz namozxonmiz, ro'zadormiz, dindor bo'lib tanilib qoldik, qor akamiz. Sizni qilgan bitta aybingiz, u sizning aybingiz deyilmaydi. Bu musulmonlarning aybi deb qaraladi. Hukumatlardan biri o'zining shogirdlarini dars berib, domla qilib jo'natayotib, sizlar har bittalar deydi shogirdlariga. Islom qo'rg'onini bittadan tuynigini qorovlisizlar. Bittadan tuynikka javob berasizlar. Harakat qilinglar. Shu sizlar qo'rg'onlarga tuynikdan dushman kelib islomni yengib qo'ymasin. Har bittamiz islomni bittadan tuynigiga qorovulmiz. Biz tufayli odamlarni islomga bo'lgan muhabbat kamayib qolmasin. Abbod ibn Bishrga o'xshagan sahobalarning hayotidan ibrat olishini hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.